Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizda 11-sinf Respublika Olimpiadasi savollari, ya'ni biologiya fanidan yozma savollarning tahlilini bugun ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimizda aynan 26-savolni tahlili bilan tanishib chiqamiz. Masala shartini o'qiyman. Masala sharti quyidagicha. Odamlarda tirnoq displaziyasi autosoma xromosomalarda joylashgan dominant gen orqali boshqariladi. Qon guruhlarini namoyon qiluvchi genlar ham autosoma xromosom joylashgan bo'lib, quyidagicha genotiplarda ifodalanadi. Qon guruhlarini boshqaruvchi gen tirnoq displaziyasi geni bilan bitta xromosomada to'liqsiz birikkan holda izchillanadi. Ikkinchi qon guruhli tirnoq displaziyasi bilan kasallangan ayol, endi otasi haqida ma'lumot berilyapti. Otasi birinchi qon guruhi, tirnoqlari normal ayol birinchi qon guruhli, tirnoqlari normal erkak bilan oila qurdi. Krossingover 8 tashkil etadi. Ushbu oilada aglutinin alfa va betalarga ega bo'lgan tirnoqlari normal farzandlarning tug'ilish ehtimolligini foizlar aniqlanmoqda. Demak, tirnoq displaziyasini ifodalovchi genlar bitta autosoma xromosom joylashgan dominant gen orqali boshqariladi. Biz belgilarni yozib olamiz. Demak, autosoma chizamiz. Autosoma chizsam. Demak, buni gamazigota yoki heterozigotadagi farqi yo'q. Bu tirnoq displaziyasi. Tirnoq displaziyasi. Demak, buning resessiv alleli esa sog'lomlikni ta'minlab beradi. Demak, resessiv holda kelganda sog'lom bo'ladi. Endi bizda ota va ayol va erkakning genotipini topib olishimiz kerak va bu asosida quyidagi topshiriqni bajarishimiz mumkin. Demak, ota-ona belgisi, ayolning genotipini yozib olamiz. Endi ayol haqida quyidagicha ma'lumot aytilyapti. Demak, ikkinchi qon guruhli tirnoq displaziyasi bilan kasallangan ayol, otasi birinchi qon guruhli, tirnoqlari normal. Demak, ikkinchi qon guruhli ayol, ikkinchi qon guruhi, demak, buni gamazigota yoki heterozigotadagi ma'lum emas. Shuning uchun ikkinchi belgisini qoldirib, tirnoq displaziyasi bilan kasallangan. Demak, tirnoq displaziyasini deb olyapman, demak, minus qilaman. Chunki heterozigota holatida ham, gamazigota holatida ham kasallikni namoyon etadi. Endi buni otasi haqida ma'lumot berilgan. Otasi birinchi qon guruhi bo'lganligi uchun otadan bitta gen o'tadi doim. Onadan bitta gen o'tadi. Demak, otasidan 0 o'tsa, tirnoqlar normal bo'lgani uchun kichkinadi. Demak, ayolning genotipi quyidagicha ekan. Erkakning genotipi erkak birinchi qon guruhiga ega, tirnoqlari normal deyilyapti. Demak, erkak birinchi qon guruhi quyidagicha bo'ladi va tirnoqlari normal erkak. Demak, crossover bizda ya'ni bu to'liqsiz birikyapti. Shuning uchun crossover hodisasi kuzatiladi. Demak, crossover 8% tashkil etadi. Demak, ayolni bundan gameta olamiz, to'liqsiz birikkani uchun crossover kuzatiladi. Shu uchun bu bitta gameta, bu bitta gameta, mana bunisi holatda bitta, bu holatga bitta gameta tushadi. Demak, biz crossoverlanmaganni yozib olamiz. 8% crossoverlanmagan bo'lsa, demak 92% no crossover bo'ladi. Demak, no cross bizda 96% ni tashkil etadi. Demak, buni o'zini tushirib olaman bitta qilib. Demak, bu bizda 96 ga bo'lsak 46%. Birinchi no crossga tushadi. Mana bu bitta tushadi. Bu holatiga bu ham 46% tushadi. Endi crossoverlangan holatida 4% dan tushadi bizda crossover. Bu bilan esa yana bitta holatda yana 4% tashkil etadi. Erkakning genotipini ko'rishimiz mumkin. Bironta ham crossover kuzatilmayapti. Bunisiga ham bitta, bunisiga ham, bu holatda ham bo'lganligi uchun erkakda crossover yo'q deb olamiz va erkakning genotipini aynan 100% olamiz. Bitta gameta hosil bo'ladi. Demak, bu 100%. Bizda aglutinin alfa va beta tirnoqlari normal farzandlarning tug'ilish ehtimolligini toping.
ya'ni birinchi qon guruhi va tirnoqlar normal bo'lishi kerak. Chunki birinchi qon guruhda aglutinogen bo'lmaydi. Eritrositlar tarkibida aglutinin, alfa va betani tashkil etadi. Demak, biz genot chizib olamiz. Birinchi bu genotipni yozaman. Buni oson usulida biz yozib olamiz. Demak, bu 100% ni tashkil etadi. Demak, erkakning genotipini bu, ya'ni gorizontal holatda, ayolnikini vertikal holatda yozib olamiz. Demak, ayolda 4 ta gameta bor. 1, 2, 3, 4 ta. Demak, birinchi crossing overlanmagan gametani yozib olaman, 46%. Bu ham crossing overlanmagan 46% ni tashkil etadi. Bu holatda crossing overlangan gameta bizda 8% tashkil etadi. Yana bitta crossing overlangan, bu 8% tashkil etadi. Endi bizga shart qo'yiladi, birinchi qon guruhiga ega bo'lsin va tirnoqlari normal bo'lsin. Ya'ni displaziya kasalligiga uchramasin deyapti. Buni chizib oladigan bo'lsak, bu ikkinchi qon guruhi va tirnoqlari, ya'ni tirnoq displaziya kasalligi bor. Endi bunda foizni ifodalayotgan paytda 46 ni 100 ga bo'lib, yana 100 ga ko'paytirganda foiz chiqadi. 46 ni 100 ga bo'lganimiz 0,46, 0,46 ni ko'paytirganda 46% tashkil etadi. Bu holatda mana bizga so'rayotgan genotip. Demak, 46 ni 100 ga ko'paytirsak, 406 46 ni 100 ga bo'lsa, 0,46, 0,46 ni ko'paytirsak 46% tashkil etadi. Bu ham xuddi shunday 8% tashkil etadi. Demak, bu ham 8%. Bizga so'rayotgan genotip aglutinin tarkibida alfa va beta bo'lsin va tirnoqlari normal bo'lsin. Bizda o'shanaqa genotip bitta ekan. Demak, javob deb yozaman. Javob. Quyidagi genotipni yozib olaman. Demak, bu 46% ni tashkil etadi. Mana aziz o'quvchilar, aziz abituriyentlar, bugungi tahlilimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetadi. Ushbu tahlil bilan yaxshilab tanishgan holda sizga bunaqa masalalar kelganda bemalol yecha olasiz. Mana